poyezdda 4 aka-uka yo'lga chiqdi. Lekin ularning hayoti hech qachon bir xil bo'lmagan. Kamil va Jamil bolalikda boy edi. Qimmatbaho velosipedlar, katta uy, orzulari esa tayyor. Kart va kurt esa simdan g'ildirak yasab o'ynar edi. Lekin yuraklarida bitta narsa bor edi: umid. Yillar o'tdi. Biri 2 qavatli uy oldida turibdi. Ikkinchisi esa eski uy soyasida. Ammo hayot hali yakunlanmagan edi. Kamil va Jamil qimmat mashinada kelishdi. Aka-uka Kart va Kurt esa avtobusda tushib qolishdi. Bir joy, bir poyezd, lekin imkoniyatlar boshqa. Kamil va Jamil qimmatbaho kupega o'tirishdi. Kart va Kurt esa umumiy vagonda. Kimdir qulaylik sotib olgan edi. Kimdir esa kelajakka bir qadamni. Lekin eslab qol, boylik bilan boshlanadigan yo'l g'alaba degani emas. Umid bilan boshlanadigan yo'l esa millionerlar tug'iladigan yo'ldir.